Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumani Qizilto'qay mahalla fuqarolar yig'ini 108-sonli konturda amalga oshirilmoqda. Ushbu konturimiz Artizanvel fermer xo'jaligi bilan chegaradosh hisoblanadi. Bu tomondan esa Xolmatov Hoshimjon yerlari fermer xo'jaligi bilan chegaradosh hisoblanadi. Bu yerda brokoli karam ekilgan. Maydon hajmi 10 gektar, uzunligi 700 metr bo'lib, bo'yiga 198 metrni tashkil etadi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar ekilib, agrotexnik ishlar olib borilmoqda. Ekinlarni yetishtirish 90-110 kun davom etadi. Yetishtirish jarayonida sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 54 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilib, har bir dehqon uchun o'rtacha 17-18 sotikdan yer maydonlari to'g'ri keladi. Loyihani samarali amalga oshirish uchun lider tadbirkor Murvatli Mahmudjon kooperativi biriktirilgan. Ushbu loyiha bo'yicha har bir gektardan 29 tonna, jami 290 tonna hosil olish rejalashtirilgan. Mazkur ekin yig'ishtirib olingandan so'ng ikkinchi ekinga ham yuqori daromadli ekin turini ekish orqali yer egalarining daromadlarini yanada oshirib boriladi.